keyingi topiklarga o'tadigan bo'lsak, universityga kirdik, university life, O'zbekistondan farqi qanaqa, classmate'lar. Menimcha Mhm. O'zbekistondagi jo'ralar, po'ralar, oshnalar universityda unaqa bo'lmaydi menimcha. Endi siz universityingizda qanaqa bilmadim. Klassda ko'rindi bo'ldi. Klassdan keyin agar fraternity'da ko'rib qolmasangiz, o'ta qiyin deb o'ylayman. Sizda qanaqa bo'ldi experience? Menda вообще boshqacha bo'lgan. Ha. Birinchi masalan 2020-yili boshladim avgustda, lekin Hmm. hamma embassiylar yopiq, chunki Ha. Covid. Hmm. Onlayn o'qiganman. 1 yil, почти 1 yil Hmm. onlayn o'qiganman. Soat 12da darsga kirardim. Ha, to'g'ri, Keyin kechasi shunaqa, kirilardi. sizlar ham onlayn o'qiydi shekilli, Ha, bizdan bir boshida. semestr o'qiydik. Ha, Uchlarda darsga shunaqa. kirardik. Shunaqa, shunaqa onlayn o'qiganman. Keyin endi 2021-yili kelganman bu yoqqa viza olib. Am, Men aprelda kelganman. Hmm. Ho'p, kelganimdan keyin bu yerda ancha oson bo'lgan bolalar bilan Hmm. tanishish, chunki universitet endi liberal arts konsepti bular har xil manaqa multidisciplinary thinkingni juda ham Hmm. qadriga yetishadi va Hmm. o'quvchilar Ha. har xil disiplina Central haqida Asiadan biz. o'ylashi, har xil darslar olib ko'rishini yaxshi ko'radi и odatda kichikroq bo'ladida bular universitetlar. Hmm. Odatda 2000tagacha studenti bo'ladi. Masalan, 4ta kurs bo'lsa, 2000tagacha studentlar bo'ladi. Hmm. Bu degani o'sha 10ta, 15ta, может 20ta bo'lasiz sinfingizda. Hmm. Professoringiz biladi sizni. Keyin men borganimda ancha oson bo'lgan professorlar bilan gaplashish и bolalar bilan tanishish. Biz masalan endi kafeteriyada o'tirardik. Hmm. Bir ikkita o'zbek bola kelgan. Ha. Mendan kichkina. Ularni o'zim kutib olganman Chikagodan. Ha. Ular bilan juda ham yaxshi aloqada bo'lganmiz. Hozirgacha eng yaxshi oshnalarimdan bittasi o'sha bolalardan bittasi. Ha. Zo'r. Keyin hamma международный international studentlar birga o'tirardik-da. Endi hammasi emas, Hmm. bizni oshnalarimiz yig'ilib o'sha bitta katta stolda o'tirardik hammamiz. Ha. Gaplash. 20 kishi. Turkiyadan, Pokistondan, O'zbekiston, Rossiya, Vyetnamdan amerikanецlar, tanishlar bor. Vyetnam, hamma o'tirardik, birga gaplashib o'tirardik. Shunaqa qilib o'sha stolda bir 2 yil o'tirganmiz, 4-kursgacha. Ha, hozir Bitta zo'r bo'lsa o'sha bo'lgan stolda experience. o'tirardik faqat. Ha. Shunaqa. Hamma o'sha yerda o'tirib judayam oson bo'lgan do'stlashish. Keyin masalan sport tarafdan ham men ko'p futbol o'ynardim. Shunda Hmm. bolalar bilan futbolga borardik birga. Masalan, Hmm. biz universitetimizning komandadagi futbol komandasidagi bolalar biz bilan birga o'ynardik-da. Ha. Ha. Ular Zo'r. bilan do'stlashib rosa yaxshi bo'lgan. Hamma kampusda yashaganda. Shuning uchun Hmm. bir-birimizni ko'rganmiz ko'p. Ha, shunga ham Постоянно sizga. ertalab turib choy ichgan chiqsangiz, oshnalaringiz o'tirgan bo'ladi, borasiz, Hmm. birga o'tirib gaplashib, nima darsing bor, shunaqa deb gaplashib kunni boshlaysiz. Kechqurunga masalan zalga birga borishingiz mumkin. Shuning uchun juda ham haliginaqa zo'r experience bo'lgan menda. Katta universitetda Ha. ham shunaqa bo'ladi, lekin sal qiyinroq, chunki off campus yashasangiz bo'ladi, Ha, kampusda shunaqa. yashash shart emas. Biz- Faqat darsga borsangiz bo'ldi. Ovqat meal planingiz olishingiz shart emas. Shu shunaqa. taraflardan juda ham haliginaqa universitetdan как бы disconnected bo'lasizda. Biz Hmm. universitetda hamma narsani olishga majbur bo'lganmiz, shuning uchun hamma o'sha yerda bo'lgan. Majbur bo'lgansizlar. Ha. Shunaqa majbur bo'lgan, shuning uchun hamma o'sha yerda bo'lgan. Bolalar bilan keyin har xil joylarga borardik, golfga borardik. A, Keyin Bowlingni. shunaqa, keyin har xil eventlar qilardik. Shunaqa, meni Hmm. experience juda ham zo'r bo'lgan. Social experience zo'r Yaxshi bo'lgan, yaxshi. yaxshi oshnalar, yaxshi do'stlar topsangiz bo'ladi, lekin baribir endi amerikanецda sal boshqacharoq bo'ladida, Hmm. bizga qaragan. Hmm.